Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi asarini taqdim etadi. Yulduzlar mangu yonadi. Tog'ay Murodning qisqa janrdagi asari bo'lib, inson taqdiri, mehnat, muhabbat va umr ma'nosi haqidagi falsafiy mushohadalarga boy. Ushbu asar hayotning mazmuni va inson qadriyatlari haqida chuqur fikr yuritadi. Asarda insonning mehnati, umr yo'lida uchraydigan sinovlari va insoniylikning yuksak qadriyatlari aks etadi. Muallif hayot va o'lim, sevgining abadiyligi, fidokorlik va mashaqqat orqali inson kamolotga erishish kabi mavzularni yoritadi. Asarning asosiy g'oyasi inson o'z hayoti yo'lida qanday sinovlarga duch kelishidan qat'iy nazar ezgulik va fidoyilik bilan yashashga intilishi lozimligi haqidadir. Asarda bosh qahramonlar hayotining turli burilishlarida o'zlarining ichki dunyosi va taqdirini anglashga harakat qilishadi. Tog'ay Murod o'ziga xos uslubda qahramonlarning ruhiy kechinmalarini tasvirlaydi. Bosh qahramonning hayotiy tajribalari orqali muallif insoniyat va jamiyat haqidagi fikrlarni bayon qiladi. Asar qahramonlari esa realistik tasvirlangan bo'lib, ularning harakatlari va ruhiy olami hayotiy haqiqatga yaqin. Yulduzlar mangu yonadi asari insoniy qadriyatlarni ulug'lovchi, inson qalbining abadiy porlashiga ishonuvchi falsafiy qissa hisoblanadi. O'quvchini hayot mazmuni, sevgi va fidokorlik haqida chuqur mushohadaga chorlaydi. Tog'ay Murod bu asari o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldirgan. Ushbu asarni o'qishingizni tavsiya qilamiz.